Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar, hammalarga mehmonlar xayrlik bo'lsin. Sınaq avtomatlashtirish darsimizning yangi qismiga xush kelibsizlar. Biz oldingi darsimizda ko'rinma sinash darsining birinchi qismini so'zlab o'tgan. Bugungi darsimiz bo'lsa, ko'rinma sinash uchun lozimli texnikalarni so'zlab o'tamiz. Ko'rinma sinashda ishlatilgan texnikalar bo'lsa, oldingi darsimizda so'zlab o'tgandek, Selenium, Java, HTML, CSS, JavaScript qatorliq texnikalar lozim bo'ldi. Buning ichida eng ko'p ishlatilgani Selenium, Java, HTML, CSS. Ba'zi vaqtlarda JavaScript mo lozim bo'ldi. Bugungi darsimiz bo'lsa, o'sha Seleniumni ishlatish uchun eng muhim o'rganmasak bo'lmaydigan tillardan birisi bo'lgan HTML degan tilni o'rganib o'tamiz. Ko'rinma sinashda nima uchun bu HTML, CSS, JavaScriptlar muhim degan vaqtida biz Selenium orqali torbat, ya'ni ko'rinma yuzni, bu ko'rinma yuz nerede ochildi degan vaqtida ko'rinma yuz tor ko'rgizgichda ochildi. Shunga HTML, CSS, JavaScript qatorliq bu texnikalar mushu torbatni qurishdagi torbatning asosi kam bo'lsa bo'lmaydigan texnikalar bo'lganligi uchun biz bu texnikalar orqali mushu torbatdagi har bir elementni mushu orqali biz erishib torbatdagi har bir elementlarni bosadigan, uningdagi xatlarni oladigan va boshqa har xil ishlarni mushu HTML, CSS, JavaScript orqali qilamiz. Shunga biz ko'rinma yuzni sinamoqchi bo'lganligimiz uchun cho'qim ko'rinma yuz loyihalash uchun ishlatilgan HTML, CSS, JavaScript degan mushu 3 texnikani cho'qim bilishimiz kerak. Bular bizningki ko'rinma yuz sinashda bo'lmasa bo'lmaydigan, o'rganmasak bo'lmaydigan muhim texnikalar hisoblandi. Seleniumda har bir HTML elementlarni elish uchun, ularni bekitish uchun biz tuvandagidek element bekitgichlar, ya'ni locators deydi inglizce, şunu işletimiz. Mesela ID, name, link text, partial link text, class name, tag name, CSS, express qatorliq mushu locatorlarni işletimiz. Biz mushu locatorlarni işletish orqali bu yerdagi elementni Seleniumda topamiz. Bu elementlar CSS, JavaScript va yoki HTML elementleri bo'lib, biz mush elementlarni tepish uchun cho'qim HTMLni, CSSni bilishimiz kerak. Shu bilgan vaqtida biz qaysi elementni izlamoqchi, u elementdagi nimani olamiz, shularni oson bilalaymiz. Biz buning uchun HTML, CSSni cho'qim yaxshi o'rganishimiz kerak. Seleniumda elementlarni qanday topamiz deganda, tuvandagidek avval shu bir tal web driverdan birini qurib olamiz. Şunu qurib olgandan keyin web elementni ishlatish orqali shu erishmoqchi, topmoqchi bo'lgan biz yoki bosmoqchi bo'lgan shu elementni web element shaklida olamiz. Bu yerda biz bayam aytgandek ID yoki class name va yoki express qatorliq shu locatorlarni ishlatamiz. Undaqda biz HTML haqidagi dastlabki saviyani o'rganib o'taylik. Bu darsda biz yuqori darajadagi HTML darsini o'rganib o'tmaymiz. Biz eng oddiy bo'lgan HTML bilimlarini o'rganib o'tamiz. Bu HTML bilimlari orqali biz Seleniumda o'zimizningki hojatdan chiqa oladigan shaklga kelamiz. Bu hargizmo bir HTML, CSS, JavaScript orqali torbat yasash darslik emas. Bu faqat HTMLni mushu Seleniumni ishlatish uchun o'rganadigan HTMLningki qurilmasini o'rganadigan bir odatdagi HTML darsligi bo'lganligi uchun bu hargizmo buningda voy boshqa HTMLning boshqa narsalari bordi, u narsani so'zlamabdi, bu narsani so'zlamabdi deb o'ylab qolmanglar. Bu darslik faqatla mushu Seleniumda o'zimizning hojatidan chiqaligidek darajada kaygidak HTML bilimlarini mishada o'rganib o'tamiz. Buningni qarasak, hamda HTML degan nima degan vaqtida men bu darslikni uyg'urchaga tarjim qilib bo'lmadim. Tarjim qilmaylam. Mushu ingliz tili bo'yicha faqat notni olib, shu notga qarata men so'zlab o'tmoqchi hamda
Şununla vay bu ders inglizçekan, inglizceni biz bilmeydik, Uygurca bolsun dep oylap kalmanglar. Men fakat muşu miyagi inglizceni yazış arqılı şunundaki moyim närselerini üzem. Şunun qarta sözlep ötümen. Hem de HTML degen nima degende HTML muşu Hypertext Markup Language degenden ki hem de qısqartılması bu muşu hypertext degendeki her bir harfninki her bir sözün tunji harfini alğan qısqartılğan sözler. Mesela hyper'daki H, text'deki T, markup'daki M, language'daki L. Şunu şu harfninki qısqartılması. HTML'ni nima uchun ishlatamiz, nega ishlatamiz degan vaqtida bu HTML layligan tor betniki shu tor yuzida, ya'ni tor ko'rgizgichda browser deymiz, web browser. Tor ko'rgizgichda ko'rinishi uchun ishlatilgan hamda til. Bu tor betniki asosiy qurilmasi. HTML orqali biz shu tor betni qurib chiqamiz. HTML siz tor betni qura olmaymiz. Bu HTML siz bir o'yninki qurilma jazisi deb o'ylasangiz bo'ldi. Qurilmasi, ya'ni yog'ishi, to'miri, u bu degandek. Endi biz bu yerda HTML'dan boshqa CSS degan bir texnikani ishlatib bu tor betga har xil önümlerini onu bezep çıkımız. Mesela rengini, xatning cho'ng kichikligini bu orqali CSS orqali bekitib chiqamiz. Bu CSS shu Cascading Style Sheets deganninki qisqartılması. Bu qisqartılıb CSS deyildi. Bu CSS shu yasalgan qurilmaga har xil önümlerini berilgan programma, hamda bu programma tili desekmi bo'lmaydi, hamda bu shu texnika. Hamda bundan keyin biz JavaScript orqali shu o'yga har xil önümlerini, har xil action deymiz. Har xil önümlerini beramiz. Masalan, u yerdan bir xat aldigan, u yerga bir xat qo'shilgan va yoki bir yerni chekadigan, o chekkanda ma'lum bir narsa chiqadigan degandek har xil önümlerini shu JavaScript orqali qilamiz. Bu yerda shu HTML, CSS, JavaScriptninki tor betda eng muhim kam bo'lsa bo'lmaydigan texnik ekanligini o'rganib o'tdik. HTML bayam degandek shu Hypertext Markup Language'ninki qisqartılması, anandan keyin bu tor bet yasash uchun ishlatilgan belgilash tili deb markup language deb qilsak bo'ldi. Bu orqali biz tor betninki qurilmasini qila olamiz. HTML bo'lsa nurg'un elementlarninki shu birikmasi deb olsak bo'ldi. Andan keyin bu HTML orqali biz tor betga nimlarni ko'rsatish kerakligi, nimlarni ko'rsatmasligimiz kerakligini shu orqali bekita olamiz. HTML'ninki qurilmasiga qaraydigan bo'lsak, HTML eng avval doctype HTML degan bilan boshlandi. Ya'ni kichik belgisi undash doctype HTML cho'ng belgisini yozish orqali shu HTMLni ifodalaymiz. Undan keyin HTML bilan boshlab, HTML bilan oxirlashtiramiz. HTML ni yozgandan keyin HTMLning ichiga boshqa xat bilan body yozildi. Undan keyin eng oxirida yontuzsizlik HTML bilan oxirlashadi. HTMLninki ichidagi xat bo'lsa, tor betga oid muhim uchurlar, ya'ni tor betninki mavzusi, title'i, CSS adresi va har xil uchurlar, metadata deymiz, shular bor. Undan keyin bodyning ichida tor betninki ko'rinma yuziga oid butun elementlar bodyning ichida bor. HTML elementlari shu bir tag bilan boshlandi. Andan keyin u tagninki ichida mazmun bo'ldi. Mazmun bo'lgandan keyin, mazmunni qilib bo'lgandan keyin bu bir tag bilan oxirlashadi. Qaraydigan bo'lsak, H1 deydi. H1 bilan boshlandi, andan keyin bir mazmun keldi, yana H1 bilan oxirlashdi. Cho'qim yontuzsizlik H1 bilan oxirlashadi. P ga qarasak, P mi paragraf. Paragrafda cho'qim P bilan boshlandi, yontuzsizlik P bilan oxirlanishadi. Andan keyin HTMLninki xosligi attributes deydi. Bu attributes degan endi nima degan vaqtida shu HTML haqidagi ko'plagan uchurlarni shu attribute orqali biz bera olamiz. Masalan,
A arqılıq, məsələn, adresini, rəsmini degəndək nərsələrni şu attribute arqılıq berələyimiz. Məsələn, style'ni qoşuş arqılıq, style degan attribute'ni qoşuş arqılıq, onundakı rəngninki, qaysı rəngliki, xətnin çoğ kiçikligi, fonti degəndək nərsələrni şu attribute arqılıq qıla alayımız. HTML mavzuları degəndə HTML headings bununda bu mavzu degan əmdi şu sizninki bir mavzuninki yoki qo'shimcha subtitle deymiz. Subtitle'ninki ne ko'rsatish uchun ishlatiladi. Masalan, bu H1dan tortib H6gacha, ya'ni H1dan H6gacha bo'ldi. Bu H1 degani eng cho'ng mo'yin bo'lgan, eng cho'ngini ko'rsatadi. H6 degan endi kichiklab mangdi bu. H1dan H6ga bu ma'lum bir tekstniki yoki ma'lum bir yerninki shu title'i mo'yin bo'lgan narsalarni shu bir orqali yoki headings orqali ifodalaymiz. HTML paragraflar deganda bu HTML paragraflar bir tekst bo'ligini shu HTML paragraf orqali boshlaymiz. Bu har zaman bir yangi qur bilan boshlandi, bir abzasni ifodalaydi. Biz buningda P ni yozish orqali şu HTML'ninki ne başlayımız. P bilen başlandı, P bilen ahırlandı. Her bir tekste, mesela P bilen işletken tekstimizdeki 5'i de bir boş orun bilen başlandı. Text format qaraydigan bolsak, text formatlarda bu text formatları şu tekstninki ko'rinish usullarini ifodalaydi. Mesela B bolsa bold, yani qaynoq rang degandek bold, yanto'l siziq degandek o'chirilgan degandek tekstniki formatlarni biz şu format turlarini ishlatish orqali ifodalaymiz. Undan keyin HTML'da bağ xat kuchlari deydi. Bu endi har qaysi tilda bor. Masalan, ma'lum bir narsaniki ko'rilmaydigan yoki ijro bo'lmaydigan qilish uchun uni vaqtliq va yoki ma'lum bir bağni yozib qo'yish orqali o şu kod ishlamaydi, faqat shu yerda qolib qoldi. Buni comment deymiz. Endi bağ xat kuchlari bu yerga masalan ma'noda cho'ng kichik belgisinin ichida undash belgisi, ikki siziq, ana o'zingizning belgisini yozib, oxirida ya'ni ikki siziq, anandan keyin cho'ng kichik belgisini shuni qo'ymiz. Bu shu bağ xat kuchi bu yerda yozgan narsangiz ijro bo'lmaydi, faqatlam shu yerda turadi. Endi HTML ulanışları qaraydigan bolsak, HTML ulanışları sizni ma'lum bir tor betga avatadigan, sizni ma'lum bir tor betga yo'tkab beradigan va yoki ma'lum bir tor betninki yoki rasmning adresini qildigan degandek narsalarni shu HTML ulanışları orqali qilamiz. Bu yerda har xil attribute deydi. Har xil buningki xosligi bor. Masalan, self deydi, blank, parent, top degandek har xil bu attribute'lar bor. Bu orqali siz shu tor betninki yangi tabda ichildigan yoki yangi ko'znakda ichildigan mush torbetning o'zida ichildigan qilish yoki qilmasligini shu self, blank, parent, top degandek attribute'larni, ya'ni xosliklarni ishlatish orqali bekita olasiz. HTML rasmlarda har bir torbetda rasm bo'ldi. Endi torbetda rasm bo'lmasa bo'lmaydigan holatlar kelib qoldi. Biz bu rasmlarni ifodalash uchun shu HTMLki img degan shu tagni ishlatamiz. Bu tagni ishlatib asosiy deganga rasmninki adresini beramiz. Alt degan shu rasmninki asosiy tushuntirishi bo'ldi. Bu yerga shu altni besish orqali shu rasmga tushuntirish bersak bo'ldi. Bu HTMLki rasmlar. HTML'deki table deydi. Endi bu jadval. Bu jadvalda siz ma'lum bir odamniki uchuri yoki ma'lum bir narsaniki uchurini shu jadvalga qo'ya olasiz. Bu yerda qurlar bo'ldi, har bir katakchilar bo'ldi. Buningda biz shu HTML'ninki table deganni ifodalash orqali, table degan tagni yozish orqali biz HTML jadvalni quramiz. Undan keyin har bir row deydi. Rowga masalan har bir qurga tr'ni yozamiz. Undan keyin har bir qurninki mavzusiga th deganni
bekitish orqali shu mavzuni beramiz. Uningdagi har bir qurni, masalan, har bir katakchini TD bilan ifodalaymiz. Uningdagi TH, TD degandek har xil shu element turlari bor. List. Endi bu list degan tizimliklar. Buningda ma'lum bir ism tizimligi yoki ma'lum bir jadvalninki tizimliklarini shu list orqali qilamiz. Bu UL yoki OL deb ifodalanadi. Hamda UL bo'lsa unordered deydi. Shu tizim radsiz yoki rad berilmagan degandek. Buni check orqali ifodalanadi. Buningda UL bo'ldi. Hamda mana OL bo'lsa ordered deydi. Buningda son orqali ifodalanadi. Masalan 1, 2, 3 degandek. Mana birinchisi qarsak UL onun ichiga L degan elementni ishlatilgan. Bu L'ning ichida coffee, tea, milk deb bor. Masalan, qahva, choy, sut degandek. Buningdagi har bir qahva, choy yoki sutning oldida bir qaniq bir chekit bo'ldi. Bu UL'da shunday ifodalanadi. Asli qaraydigan bo'lsak, OL'ningki ichidagi L'da shu qahva, coffee, tea, milk deganninki oldida son bo'ldi. 1, 2, 3 degandek son chiqdi. Bu shu unordered bilan orderedninki farqi. Endi mana HTML block and inline elements deganda buningda shu div, span qatorliq HTMLninki har bir bloklari uningdagi ma'lum bir rayonni yoki ma'lum bir qutini ifodalaydigan narsalarni shu orqali ifodalaymiz. Buni Selenium darsimizda biz aniq holda o'rganib o'tamiz. Endi class attribute deydi, ya'ni sinf xosligi. Bu sinf xosligi degan narsada sinf bir endi bir nemo degan vaqtida ma'lum bir narsani ifodalaydigan cho'ng bir turga tava bo'lgan narsani biz sinf deymiz. Masalan, motorli qatnash vositasi desak, bu bir sinf. Uning ichiga masalan mashina, moto va yoki velosiped degandek narsalar bu endi shuning klassniki, shu sinfninki ichiga qaraydigan narsalar. Bu sinf bo'ldi. Bu bir tur yoki bir muncha turlarga vakillik qildi. Biz shu sinfni qilish orqali bu yerda biz sinf qura olamiz. Shu sinfga bergan ism orqali shu sinfga tava, shu klassga tava elementlarninki har xil uchurlarni bir vaqtda butun uchurlarni o'zgartira olamiz. Endi HTML'dagi ID xosligi deydi. ID degani nimaligini bilsizlar. ID ma'lum bir odamga bilan maxsus xos kimlik, ya'ni ma'lum bir odamga bilan xos, boshqasiga o kimlik xos emas. O'zgacha bir narsani ifodalaydi. Buningda HTML'da ID, ya'ni ma'lum bir elementga bilan tava, boshqa elementlarga tava emas. Shu ID'ga xos boshqa elementlar bo'lmaydi. Bu shu ma'lum bir elementga xos bo'ldi. Biz shu elementga xos ID orqali shu elementninki yoki elementninki har xil uchurlarni o'zgartib qila olamiz. Asli qaraydigan bo'lsak, ID bilan shu class sinfninki farqini debdi. Bir sinf bo'lsa, shu ko'plagan HTML elementlari uchun ishlatildi. Ammo ID bo'lsa, ma'lum bir HTML elementi uchun ishlatiladi. Masalan, boshqa HTML elementlari uchun ishlatilmaydi. Chunki bu o'zgacha bo'lganligi uchun, ma'lum bir element bilan xos bo'lganligi uchun buni boshqa elementlar ishlatilmaydi. Bu class va ID'ninki farqi. Endi iframes deydi. Bu iframe degan nima deganda, ma'lum bir torbatning ichida, ya'ni boshqa bir xil torbat yoki boshqa mazmunlar bo'lsa, buni iframe orqali ishlatamiz. Ya'ni bir torbatning ichida boshqa bir torbat bo'lgan bo'lsa, masalan buni aytib o'tsak, bir torbatning ichida Google'ninki xaritasi bor. Bu Google'ning xaritasi bizga shu Google'dagi ma'lum bir o'rnini shu adresga qarata bizga bir torbat shaklida chiqarib bergan. Biz shu torbatni o'zimizniki torbatga qo'yish orqali ishlatamiz. Buni iframe deb bilamiz. Buning ichida yana HTMLning xosliklari bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, adresi, uningki mavzusi, uningki shakli, style degandek narsalar shu iframe'ninki xosligidimi bor.
Endi HTML jadvallar deydi. Buningda qaraydigan bo'lsak, bu jadval ma'lum bir siz bir formni to'ldirib bir iltimos sungan bo'lsangiz, shu iltimosga o'xshash narsada buni endi form deymiz. Buning ichida har xil elementlar bor. Qaraydigan bo'lsak, buningda input deydi. Inputniki har xil turlari bor. Masalan, type'da text, radio, check, submit button degandek biz shu inputlar orqali o'zimizningki shu nimsini formini shakllantira olamiz. Masalan, textda qaraydigan bo'lsak, type textda bu bir quruq bir tekstni ifodalab bergan. Radio bo'lsa, radio faqat bir xil yoki ko'p xil shu knopkalarni basa oladiganini biz radio button deymiz. Endi check deganda, checkda shu checkbox bir xil yoki 0 yoki undan jiq har xil tanlash turlari borni check deymiz. Submit, masalan, bir formni bir jadvalni topshirish uchun ishlatilganini biz submit deymiz. Button deganda knopka bor, ya'ni knopkani ifodalash uchun biz shu button degan type'ni ishlatamiz. HTML formning ichida label deb, label masalan kichik o'rindagi xatlarni ifodalash uchun biz shu labelni ishlatamiz. Masalan, bayamqidek button, radio button yoki checkboxlarning yanida xatlar bo'lib qolsa, knopkalarning yanida xatlar bo'lib qolsa, biz shu xatlarni label orqali ifodalaymiz. Bu labelniki ishlatish o'rinlari. Biz bu HTML haqida texnik ko'p usullarga erishish uchun bu yerda bir torbat bor. Biz shu torbatga kirib, shu torbatdan ko'rib o'taylik. Google'ni ochgandan keyin izlash rayoniga WSCHOOLS deganni bosamiz. Schools bosgandan keyin bu yerda chiqqan natijalardan birinchisi WSCHOOLS Online Web Tutorials deganni bosaman. Ochgandan keyin bu torbatda qaraydigan bo'lsak, har xil program tillariga oid bilimlar bor. Qaraydisak, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, React, AngularJS degandek. Masalan, Java, C#, C++ deydigandek. Biz buning ichidan HTMLni bosamiz. Learn HTMLni bossak, HTMLga doir bilimlar shu yerda ochildi. Buningdan biz bayam darsda so'zlab o'tgan butun bilimlarni topa olamiz. Elements qaraydisak, elementda HTML elementlari bor. H1, P, PR deyilgandek bir yerdan biz o'rganaymiz. Ma kodninki unumini try it yourself deganni bosish orqali, torbatni aytish orqali bu unumni bu yerda ko'ra olamiz. Bu yerga nima yozsangiz, shuni yozib, bo'lgandan keyin run deganni bossangiz chiqadi. Masalan, PR deganni bosdim. Bosgandan keyin qaytadan run qilsam, mana my first degan yozildi. Yozilgandan keyin PR qurtashlab paragraf degan ostiga tushdi. Biz bu yerga o'zimizniki kodni yozib ijro qildira olamiz. Attributes ya'ni xoslik, headings, mavzu, paragraf, styles, formatting deyilgandek har xil HTML ga doir bilimlarni bu yerdan ko'ra olamiz. HTML forms, form elements, input types, input attributes deyilgandek. Sizlar shu darsdan keyin shu torbatni ochib, bir-birlab ko'rib, HTML haqida ko'p usullarga erishinglar. Bu usullar biz Seleniumda torbatni avtomatlashtirganda naiti asqatadi. Shunga darsdan keyin cho'qim bu batni qayta bir ko'rib o'tishinglarni tavsiya qilaman. Undaqda keyingi darsimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.